Men men video chiqaryapman. Qishloq axtarib ketdik. Qani, davay. Birinchi temir kovlashga yo'q demaslar. Kuchayib olish kerak. Meni temirlarim tayyor. Lekin daraxt yopishlar, o'rtamiz tosh kirka qilish kerak. Agar Minecraft o'ynashni bilmasalar, bizga yozsalar, yozib olamiz. Va daraxt chopamiz. Keyin birga olikda video chiqaramiz. Men o'zim video chiqaribman. Bundan oldingi video o'rtam chiqargan. Ya'ni daraxtni maydalatamiz taxta qilib. Senin telefon qilay hali, senin gaplashib Hala buni tosh kirkada yasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'sha toshlik, taxtali kirkada bo'lmaydi. O'sha toshli kirkada olamiz. Agar tushmaydi blogi. O'sha uchun toshli kirkada buni olamiz. Bu yerda ko'proq ekan. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, to'g'rimi? Minecraftni men 1 yildan beri o'ynayman, bolalar. Hozir mutaxassisman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Albatta oxirigacha ham ko'ringlar. Oxirida qishloq topamiz. Va bolta, topor, qilich yasab olamiz. Va joylashtirib olish kerak. Zombilar narsa bo'ladi. Agar shu zombi narsadan qo'rqsangiz, bu videoni Minecraftni o'ynamanglar. Ana biz anchagina kuchayib oldik. Endi yoriqqa chiqish kerak. Qishloq topishga. Yani shu bog'da kattakon bor ekan. Lekin bog'da obunachilar tushamizmi? Tushma qo'yaverak. Qishloq topish kerak. Go'shtimiz ham tugab qoldi. Keyin qaytamiz. Bo'pti. Bu